Ushbu videoda men sizga dunyodagi eng sirli narsalardan biri haqida gapirib beraman. Bir uzuk. Bu uzuk yer yuziga jannatdan kelgani va g'ayrioddiy kuchlarga ega ekanligiga ishoniladi. Kunimizdan minglarcha yillar oldin Sulaymon alayhissalom vafoti bilan g'oyib bo'lgan bu uzuk haqida bilishingiz kerak bo'lgan juda ko'p narsalar borki, hadislarda aytilganlarga ko'ra, uzuk bizni kelajakda juda hayratda qoldiradigan birining qo'liga tushadi va u buni odamlarga ishlatadi. Uzukning muhtasham kuchlari Turkiyada qo'lga kiritilgani haqidagi xabarlar keng tarqaldi. Agar siz hayratlanarli sirlarni tinglashga tayyor bo'lsangiz, boshlaymiz. Birinchi inson Odam alayhissalom va momo onamiz o'sha paytda jannatdan dunyoga yuborilganida Odam alayhissalom qo'lida bir narsa bilan tushdilar. Qodir Alloh azza va jalla tomonidan u zotga hadya qilingan bir uzuk. Jannatdan kelgan bu uzuk dunyo sharoitida uni kiygan odamga muhtasham qudrat beradigan maxsus kuchga ega. Rivoyatga ko'ra, Odam alayhissalom jannatdan tushayotganlarida uzuk u bilan birga ketgan. Bir burchagida mulk Allohnikidir deb yozilgan bu uzuk yana jannatga qaytadi. Yer yuzida 1000 yil yashab kelgani aytiladigan Odam alayhissalom vafotidan keyin uzuk jannatga qaytadan keldi. Oradan ancha vaqt o'tdi. Yer yuzida insonlar ko'paydi. Sayyoramizning 4 burchagida turli jamiyatlar shakllandi. Alloh taolo Jabroil alayhissalomga uzuk haqida topshiriq berdi. Uzuk olib kelinib, yer yuzida bir muddat bo'ladigan odamga ishonib topshirilishiga qaror qilindi. Qudrat uzugi topshiriladigan shaxs Davud payg'ambardan boshqa hech kim emas edi. Jabroil alayhissalom Allohning izni bilan uzukni olib, Davud alayhissalomning yonlariga yerga tushdi. Qudrat uzugi ikkinchi marta jannatni tark etardi. Xo'sh, o'sha paytda Davud alayhissalom kim bo'lgan va uzuk unga nima maqsadda keltirilgan? Davud alayhissalom Ibrohim alayhissalomdan 1000 yil va Muso alayhissalomdan 500 yil keyin yashagan hukmdor edi. Demak, biz miloddan avvalgi 1000 yil haqida gapiryapmiz. Bolaligida oilasining qo'y-qo'zilarini boqib, cho'ponlik qilgan Davud alayhissalom voyaga yetganlarida qo'shiniga bosh bo'ldilar. Ammo u hali hammaning suyukli insoniga aylanib ulgurmagan edi. O'sha davrda dev deb atalgan, nomi Qur'onda ham tilga olingan Jalut ismli jangchi Isroilliklarning ashaddiy dushmani bo'lib, deyarli yengilmasdek tuyulardi. Toki Hazrati Davud alayhissalom Isroilliklar nomidan jang qilib va ulkan Jalutni yenggan o'sha kungacha. Jalut, boshqa nomi esa Goliat, ko'p manbalarda gigant sifatida tilga olingan bo'lsa-da, uning haqiqiy balandligi 2 dan 3 metrgacha deb taxmin qilinadi. Davud alayhissalom dev Jalut bilan urush paytida o'zining bo'ysundirish nayrangi bilan bahaybat Jalutni yengishi natijasida hammaning e'tiborini tortdilar va tez orada hamma hurmat qiladigan mashhurlikka erishdilar. Bas, Allohning izni bilan ularni tormor qildilar va Davud Jalutni qatl etdi. So'ngra Alloh unga podshohlik va hikmatni berdi va o'zi xohlagan narsasini o'rgatdi. Agar Allohning odamlarni bir-birlari bilan daf qilishi bo'lmaganida edi, yer yuzi buzilardi, lekin Alloh olamlarga fazlu marhamatlidir. Ushbu oyatga asoslanib Alloh taolo Davud alayhissalomga lutf berganini tushunamiz va biz uzukni unga olib kelinganligi haqidagi rivoyatlarda qandaydir hikmat borligini xulosa qilishimiz mumkin. Unga ismi azam yozilgan bu uzuk uni taqqan kishiga Allohning izni bilan jinlar, shamollar va hayvonlar ustidan hukmronlik qilish qudratini beradi. Lekin Davud alayhissalom bu uzukning hamma qobiliyatlaridan foydalanganmi yoki yo'q? To'g'risini Alloh biladi. Tarixiy Taberi ma'lumotlarini manba sifatida olsak, Jabroil alayhissalom uzukni Hazrati Davud alayhissalomga keltirganida
ular o'rtasida shunday voqea sodir bo'lganligi bizga xabar qilinadi. Ey Davud, men sizga uzuk va haqiqatdan bir qancha savollar olib keldim. Farzandlaringizni to'plang va Alloh taolo buyurganidek, men sizga aytadigan har bir savolni bering. Kim to'g'ri javob bersa, sizning o'rningizni egallaydi va bu uzukni unga bering, toki u butun dunyoni boshqaradi. Buning ustiga Davud alayhissalom o'z qavmidan iborat kengash tayyorladilar va hammaning huzurida Jabroil alayhissalomdan olgan savollarni birin-ketin farzandlaridan so'radilar. Dunyodagi eng go'zal va eng xunuk narsa nima? Yoki eng qo'pol, eng shirin narsa nima degan turli savollar bor edi. Ulardan faqat bittasi, Sulaymon alayhissalom barcha savollarga to'g'ri javob bergan edilar. Sulaymon alayhissalom haqida batafsil bayon qilgan avvalgi videoimda u Davud alayhissalomning 19 nafar o'g'lidan biri ekanligini aytgandim. Agar hali ko'rmagan bo'lsangiz, ushbu videodan keyin tomosha qilishni unutmang. Hazrati Sulaymon alayhissalom barcha savollarga to'g'ri javob berdilar, lekin otasi Davud alayhissalom rozi bo'lmagan bir vaziyat bor edi. Sulaymon alayhissalom har bir savolga javob berar ekan, noqulay jilmayib turardilar. Shunda Davud alayhissalom: "Ha o'g'lim, hamma savollarga to'g'ri javob berding, lekin nega shuncha odamning oldida har bir savolga javob berayotib, axloqsiz holda kulib, meni noqulay ahvolga solding? Buni esa tushuna olmadim." Sulaymon alayhissalom javob berdilar: "Men ham bu savollarga to'g'ri javoblarni bilmasdim, lekin har bir berilgan savoldan so'ng u yerda turgan chumoli menga to'g'ri javobni aytmoqda. Men esa undan eshitganlarimni sizga aytayotgandim" dedilar. Aftidan Sulaymon alayhissalom barcha javoblarni chumolidan olgan. Ammo bu Davud alayhissalomning qaroriga ta'sir qilmaydi. Natijada Sulaymon alayhissalom ularning barchasiga to'g'ri javob berib, asosiy maqsad Allohga yetishish bo'lganidan keyin chumoli bo'lsa ham hikmat bor dedilar. Shunday qilib uzuk Allohning izni va Jabroil alayhissalomning burchini ado etishi bilan avval Odam alayhissalomga, u zotdan Davud alayhissalomga, so'ngra u zotdan Sulaymon alayhissalomga o'tdi. Hadislardan olingan ma'lumotlarimizga ko'ra, vaqti kelganda uzuk boshqa birovning qo'liga tushadi va siz uning kimligini eshitganingizda juda hayratda qolasiz. Chunki bu shaxs kelajakda yer yuzidagi odamlarda uzukdan foydalanadi. Shuning uchun videoni diqqat bilan ko'ring. Endi keling, uzukni bir oz yaqindan bilib olaylik. Hazrati Sulaymon alayhissalom uzugi. Boshqa bir nomi esa Muhri Sulaymon. E'tiqodga ko'ra, unda Allohning noma'lum ismi yashiringan. Uni faqat bir nechta odamlar va farishtalar o'rgangan. Uzukning bu sirli bilimi munosabati bilan Sulaymon alayhissalomga Allohning izni bilan buyuk kuch berildi. Shunday qilib, u barcha zamonlarning eng buyuk hukmdorlaridan biri bo'lib, jinlar, hayvonlar va shamollar ustidan hukmronlik qilgan. Sulaymon alayhissalom bu narsalar ustidan hukmronlik qilmoqchi bo'lganlarida uzukni barmog'iga taqib, uzuk barmog'ida bo'lganlarida amr qilar edilar. Sulaymon alayhissalomning muhri, ya'ni uzugi, musulmonlar tomonidan Hataymi Sulaymon nomi bilan mashhur, nasroniylar tomonidan Davud yulduzi deb talaffuz qilingan. Sulaymon alayhissalom Isroilliklardan bo'lganligi sababli Yahudiylar Isroil bayrog'iga Davud yulduzini qo'yishgan. Bugungi kunda ba'zi musulmonlar Davud yulduzi yomon nimadir olib kelishi mumkinligiga ishonishadi. Ko'pchiligimiz bu yulduz ramzini Isroilga va hatto masonlikka tegishli ramz deb o'ylashsa-da, bu ramzni tarixan juda qisqa vaqtdan beri ishlatib kelayotgan Isroilga nisbatan bozorlarda va Usmonli imperiyasida tez-tez qo'llanilgan. Bugungi kunda bu 6 qirrali yulduzni Usmonli tovoqlari va laganlar, qabr toshlari va qilichlar ustida ko'plab masjidlarda ham uchratish mumkinligini bilamiz. Aslida bu ramz Barbaros Hayriddin Poshoning bayrog'ida ham ishlatilgan. Biz yashayotgan tarixiy sharoitni hisobga olsak, Davud alayhissalom qalqonidagi bu yulduz belgisini hisobga olib,
Lekin aytganimizdek, bu yulduz ramzi aslida Davud alayhissalomdan kelgan va Davud alayhissalom biz uchun xuddi boshqa payg'ambarlar kabi muqaddasdir. Yaqinda Samsunning Ladik tumanidagi Ambar qishlog'ida Davud yulduzi tasvirlangan 800 yillik eshik topildi. Bugungi kunda Sulaymon alayhissalomning uzugiga o'xshagan uzuklarni barmog'iga zeb ziynat sifatida taqib yurganlar juda ko'p. Bundan tashqari, bunday uzuklar uning egasiga hech qanday foyda keltirmasligini ta'kidlash foydalidir. Garchi bugungi kunda ba'zi odamlar bu uzukni taqish orqali jinlarni o'zlaridan uzoqlashtirishiga ishonadilar. Afsuski, bunday holat mavjud emas. Sulaymon alayhissalom ega bo'lgan bu kuch uzugining hikoyasi Uzuklar hukmdori filmlaridagi voqealar bilan o'xshashligi juda qiziq. Biz o'z egasiga g'ayrioddiy qobiliyatlarni bag'ishlaydigan quvvatli uzuk haqidagi hikoyani tomosha qildik. Amassiyada olib borilgan operatsiyada qo'lga kiritilgan tarixiy ashyolardan biri Hazrati Sulaymon alayhissalomning muhri ekanligi taxmin qilingani bildirildi. Tez orada bu mavzuga qaytamiz. Sulaymon alayhissalom haqidagi mashhur va hayratlanarli bir voqeani aytib beraman. Ko'pchilik musulmonlar ishonadigan Isroiliyotdan kelib chiqqan rivoyatga ko'ra, Sulaymon alayhissalom tahoratga kirgach, uzugini ichkariga kirgizmay, uni xotiniga beradi. Aynan shunday bir paytda Sulaymon alayhissalom qiyofasiga kirgan bir jin Sulaymon alayhissalomning xotinini aldab, uzukni undan tortib oladi. Tahoratdan chiqqan haqiqiy payg'ambar Sulaymon alayhissalom voqeani tushunib, jindan uzukni qaytarib olishni xohlaydi. Ammo Sulaymon alayhissalom qiyofasini olgan jin haqiqiy payg'ambarni saroydan haydab chiqaradi va o'zi hukmronlik qila boshlaydi. Afsona shunday emasmi? Bu voqeadan keyin Sulaymon alayhissalom hazratlari baliqchilar shaharchasida baliqchilar bilan birga ishlay boshlaydilar. Oradan yillar o'tib, o'sha jin uzukni hech kimning qo'liga tushmasin deb uni dengizga uloqtirganda, bir kun uzuk Sulaymon alayhissalom yegan baliqning ichidan chiqdi va payg'ambarning o'ziga qaytib keladi. Barmog'iga uzukni yana taqqan Sulaymon alayhissalom saroyga qaytib hukmronligini o'z zimmasiga oladi. Bu ko'pchilik tomonidan aytilgan va ma'lum bir afsona bo'lgani uchun kimda bu uzuk bo'lsa, u Sulaymondir degan maqol keng tarqaldi. Lekin biz buni afsona dedik, chunki islom ulamolari bu hikoyani to'qima ekanligini bildirishdi. Sahih hadislarda yoki Qur'onda bunday ma'lumotlarning yo'qligi bu narsalarning Isroiliyotdan kelganligini ko'rsatadi. Oldingi videolardagi ko'pchilikning izohlariga javob berib o'tdim. Chunki ba'zi tomoshabinlar bu afsonaga ishonib, bu haqida sharh qoldirishgandi. Agar Qodir Alloh shayton va jinlarga ushbu qissada tasvirlanganidek payg'ambarlar qiyofasini yaratish qobiliyatini berganida edi, bu din va payg'ambarlarga bo'lgan ishonchga putur yetkazgan bo'lar edi. Shuning uchun bunday narsalar sodir bo'lishi mumkin emas. Ammo bu ma'lumotlarga qaramay, vaqti kelganda bir jonzot Sulaymon alayhissalom vafotidan beri yo'qolgan uzukka ega bo'ladi. Kim ekanligini eshitganingizda hayron qolasiz. Amassiyada sodir bo'lgan voqeaga qaytsak, jandarm guruhlari tomonidan bir qishloq uyga uyushtirilgan bosqinda ibroniycha yozuvli tillarang yozuvlar, buqa figurali haykalcha, tumor, ikkita katta kitob va bronza muhr qo'lga olindi. Garchi ko'pgina xabarlarda bu muhr Sulaymon alayhissalomga tegishli ekanligi aytilgan bo'lsa-da, arxeologik yodgorliklardan topilgan ushbu obyektning muhri Sulaymon alayhissalomniki bo'lishi mumkinligi haqidagi xabar tanqid qilindi. Amatsiya muzey direksiyasiga ekspertiza uchun yetkazilgan buyumlar hozircha tarixiy asarlar ekanligiga rozi bo'lsak ham, mutaxassislarning batafsil tekshiruvdan so'ng qaysi davrga tegishli ekanligi ma'lum bo'lishi ta'kidlandi. Haqiqat shuki, hayvonlar, jinlar va shamollarga hukmronlik qiluvchi bu uzuk, albatta u bugungi kunda ham ko'pchilikning e'tiborini tortmoqda. Siz hayron qolasiz, lekin ko'plab davlatlar bu uzukni qo'lga kiritishga umid qilishadi. Garchi bu kimlargadir hazildek tuyulsa-da,
Ko'pgina buyuk davlat rahbarlari jinlar bilan aloqada bo'lib, ularni xalqaro razvedkada qo'llashga urinayotgani haqiqat. Jinlardan foydalanishga harakat qilayotgan davlatlar o'zlikni qo'lga kiritib, bu 4-o'lchovdagi mavjudotlarga to'liq hukmronlik qila olamiz deb o'ylashlari ajablanarli emas. Men sizga boshqa videoda ushbu hayajonli metafizik razvedka mavzusini aytib beraman. Aytgancha, ba'zilar bu o'zlikning jozibali kuchiga intilgan bo'lishi mumkin. Lekin payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamning bir hadislari bor. Qiyomatda Dabbatul Ars yer ostidan Muso alayhissalomning asosi va Sulaymon alayhissalomning muhri bilan chiqadi. U asosi bilan musulmonlarning yuzlarini yoritadi. Kofirlarni esa Sulaymon alayhissalomning muhri bilan muhrlaydi. Videoni keng tarqalishi uchun bir dona like bosib, videoni qo'llab-quvvatlashingiz mumkin. Eng yaxshi ezgu tilaklar bilan bu fan. Keyingi videolarda ko'rishguncha